Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz sizlarga yangi kengash deb nomlangan podkastni taqdim etish arafasida turibmiz. Jamoatchilikka haqiqatni ayting, chunki ular baribir bilib olishadi. Reklamada Ko'pchilik PR bilan reklama bir deb o'ylaydi. Inkor qilish bitta instrument, ignor qilish, ya'ni umuman munosabat bildirmaslik bu ham bitta PRning kuchli anaqa qurollaridan biri. yolg'on bir joyda turishi uchun keyingi yolg'onlarga ehtiyoj sezaveradi. Yozilgan bir 5 ta odam bitta yo'nalishda yozgan bo'lsa, 6-chi odam avtomatik o'shalarga moyil bo'lib yozadi-da. Xalq odamlar baribir tan oladi. Haq gapni himoya qiladiganlar ham ko'p menimcha. Shuni qo'rqmasdan aytish kerak. Turkiya o'sha PR sohasi bo'yicha dunyoda eng yetakchi davlatlardan bittasi. Buni tan olish kerak. Shunaqa gap borki, Facebookga avlod qirilib ketadi deyshadi. Ya'ni yoshlar kirmayapti. PRni o'zini olib borish kerakmi? Bunaqa narsa shakllantirish qanchalik muhim? Shularga ham to'xtalib o'tsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz sizlarga yangi kengash deb nomlangan podkastni taqdim etish arafasida turibmiz. Bir qator bloger, ijodkor do'stlarimiz, akalarimiz bilan shu ishga qo'l urdik. Xudoyberdi Zominiy, Assalomu alaykum. Sanjar Said va Abdusamad Mo'minov akalarimiz bilan shu xayrli ishni boshladik. Xo'p, endi Abdusamad aka bir kirish o'laroq podkastni bir maqsadi, shu mazmun mohiyati haqida bir qisqaroq qilib ma'lumot bersak va bir narsani avval aytishni xohlardim. Shu biz O'zbekiston Ovoz gazetasida ishlagan paytimizda ilmiy maqolalar kelardida, keyin biz o'shani bizga ustozlarimiz aytishardiki, ilmiy ommabop tilga moslashtirib beringlar. Har bir odam o'qisin. Hozir masalan biz ham bir ilmiy tilda ilmiy ma'lumotlar beradigan bo'lsak, odamlar qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun bir xalqchilroq gapirishimiz oldindan aytib qo'yganimiz ma'qul. Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, bu podkastimiz o'zimizni qilib borayotgan faoliyatdan kelib chiqqan holda asosiy yo'nalishimizni PR masalasiga qaratsak va shu masalada qilsak deb qaragandik. Va bu loyiha ko'p ochilmagan va ayni shu sohani mutaxassislari ham ichimizda o'tiribdi. Shu soha bilan shug'ullanasizlar hamma. Shuning uchun PR mavzuga qaratib shu loyihada mana shu podkastda shuni ochib berishga harakat qilsak. Ma'qul. Do'stlar, ichimizda mutaxassislar bor. Xudoyberdi Zominiy Facebookda faol hisoblanadilar. Muhammad Temurozam hamma taniydi va Sanjar Said akamiz, bular ham Facebookda juda faol hisoblanadilar, bloger va eng muhimi bular mutaxassis. Ayni PR sohasi va marketing sohasi bo'yicha o'qishganda. Imkon bo'lsa Sanjar aka ozgina o'z haqida tanishtirsangiz, qayerda o'qigansiz, ma'lumot qanaqa? Men o'zi 2004-yilda Jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetida 4 yil davomida o'qidim. 2008-yil tamomlagan bo'lsam, 2018-yilda Turkiyaning Kastamonu universiteti sotsial bilimlar institutida PR va reklama yo'nalishida magistraturaga o'qishga kirdim. O'sha demak kelgusi 3,5 yil davomida mana shu sohada Turkiya tajribasini, jahon tajribasini o'rgandim. PR va reklama yo'nalishi. Magistratura bitiruv ishingiz nima bo'lgan? Dissertatsiya. Magistraturada bitiruv ishim u paytda Telegram hali Turkiyada o'sha PR vositasi sifatida unchalik yoyilmagan edi, ommalashmagan edi va ayni paytda O'zbekistonda bu bo'yicha juda katta tajriba bor edi. O'shaning uchun ham pandemiya vaqtiga to'g'ri kelgani uchun o'sha pandemiyada umuman sog'liqni saqlash sohasida Telegram PR vositasi sifatida O'zbekiston tajribasi asosida ilmiy tadqiqotlar o'tkazganman. O'sha ilmiy tadqiqotingizdan keyin Erdo'g'an Telegramda o'zining birinchi kanalini ochdi shekilli. Ha, aytdingiz. Demak, Sanjar aka sababchi bo'lgan ekanda. Telegramda imkoniyatlari aslida sababchi bo'lgan. O'zi Telegram messenjerda aslida, to'g'rimi? Endi bugungi kunda rivojlanyapti. Ijtimoiy tarmoqda boradiganlar ham bor, lekin ijtimoiy tarmoq emasda. O'zi ham ozgina o'z haqingizda tanishtiraylik. Men 2007-yilda Milliy universitet jurnalistika fakultetiga kirganman. 2011da bakalavr, 2013-yilda magistratura bosqichini tugatganman. Endi magistraturada noshirlik yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Lekin shu bizda PR degan dars o'tilgan, ikkinchi kursligimizda o'tilgan va o'sha fandan 5 baho olganman. Yaxshi. Hozir Instagramda ham o'zi sahifangiz bor, aynan qaysi sahifani yuritasiz, nomi nima? Yo'q, xo'p, o'zimni shaxsiy sahifam bor va keyin to'g'ri yozamiz degan muharrir o'z degan sahifa bor va unda o'sha o'zbek tilidagi so'zlardan eng ko'p xatoliklar uchraydigan so'zlarni bitta-bitta tanlab o'sha haqida imkon qadar ma'lumot berishga va to'g'ri variantini ko'rsatishga harakat qilaman. Blogingizning nomi qattiq xami, yumshoq xami deganmi, nima? Unaqa emas.
lekin mana shu xalqchil gapirish masalasida bir kim aytadiki, o'zbek tilida qattiqqa yumshoqqa degan narsa yo'q deydi. Til orqa undoshi, til orqa unlisi desa misol uchunda, kim tushunadi shu narsani? Shu u xalqchillik nuqtai nazaridan qattiqqa yumshoqqa degan narsa tilimizga singib qolgan. O'shanda yoki dumliqqa dumsiz qolgan. unaqa Kirinchada. yoki bo'lmasam X bilan hashda, to'g'rimi? Xudoyberdi, o'z haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz. Ismim Xudoyberdi, familiyam Razzoqov. 1989-yil Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman va shunga zominimisiz? Shunga. Endi Endi zominiy taxallusini olish tarixini ham qisqacha aytib beraman. Yo'q, uncha qiziq emas. Qiziq bo'lmasa ham aytib beraman. Endi ko'pchilik nimaga zominiysan deydi. 2020-yilga qadar 5 yil davomida chet elda ishlab keldik, mehnat shartnomasi asosida. O'sha joyda bu ijtimoiy tarmoqda faolligimiz oshgan. O'sha davlatning imkoniyati bilan O'zbekistonnikini solishtirib, kamchiliklarni tanqid qilib ba'zida qattiq tanqidlar ham bo'lgan. Endi O'zbekiston kelishdan ham qo'rqqanmiz. O'sha payti O'zbekistondagi bir yangi faoliyat boshlagan yirik hozirgi kunda $1,5 milliard оборотga ega bo'lgan kompaniya rahbari, yaqin akamiz aytdi, Xudoyberdi dedi, O'zbekistonga kelsangiz sizga o'sha Koreyan oyligini beraman. Bizning kompaniyamizda shu jamoatchilik bilan aloqalarimiz xalqqa yanada yaqin bo'lish uchun bir tashqaridan bir PR qilib, bizning kompaniyamizni tanishsangiz dedi. Agar sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa dedi, sizga shu zominiy degan taxallusni qo'ysak nima deysiz dedi. Men aytdim, bo'ldi, gap yo'q dedim. Xudoga shukr, shu ijtimoiy tarmoqda уже singib ketdik-da. Katta yirik kompaniyalarda PR-ni, boya targ'ibotini xalqqa yana ham bir yaqinroq tanishtirish xizmatlarini menimcha qo'ldan kelgancha amallab kelyapmiz. Hozirgi kunda aka qo'shimcha qilmoqchi edimda, o'zi masalan mutaxassisligi PR bo'lmasa ham amaliyotchi PRchi sifatida tanishtirsak bo'ladi. Shunday. Ko'plab kompaniyalarga xudo xolasa hissamiz tegdi. Ba'zilaridan moddiy manfaatdor bo'ldik, ba'zilariga xolis endi xalqqa foydali jihatlari bo'ladigan bo'lsa, xolisam targ'ibotda yordam qilib keldik. Hozirgi kunda ham bir yirik Bazalt SE Group degan kompaniyada reklama axborot bo'limi rahbariman. Reklama ketdi mana shu. Reklama ketdi. Bazalt pul beradimi podkastimiz uchun? Bazalt aytamiz, reklamasiga balki to'rbesa o'tkazib beradi. Endi qayerda bo'lsa ham O'zbekiston 24 ga chiqqanda ham o'sha kompaniya, qaysi kompaniyani ishlasam o'sha kompaniya nomini aytib o'tishga harakat qilaman. Xalqqa manfaatli, foydali, qanchadir odamlar ishchi bo'lib qozonni qaynatadigan bo'lsa, yo'nalish to'g'ri bo'lsa, o'sha kompaniyaga yaxshi fikrlarimizni bildirib, jamoatchilikning e'tiborini qaratishga harakat qilamiz va bu bizga kasb bo'lib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zi Abdusamad aka, mana PR sohasida nazariy jihatdan o'qiysiz-ku, o'qiganingizni bilasizki, nazariyot amaliyotga asoslangan bo'ladi-da. Masalan, men deylik Telegram kanalini, o'sha Telegramdagi kanallarda faoliyatini o'rganib, men shunaqa qilgan desam, u keyinchalik ilmiy qoidaga ham aylanishi mumkin-da. Masalan, Xudoyberdi Zominiyni faoliyatini, PR yo'nalishidagi faoliyatini o'rganib, qanaqadir o'sha instrumentlarni izohlab bersangiz, PR sohasiga bir instrumentlarni olib kirishingiz mumkin-da. Mana shu amaliyotda mana shunaqa narsa bo'lgan va mana shunaqa natija ko'rsatgan. Demak, umumiy hamma PRchilarga ana shunaqa, masalan, PRda ilmiy tasdiqlanmagan, amaliy isbotlangan anaqa uskunalar yo unsurlar Xudoyberdi Zominiy anaqasida, misolida, tajribasida deb. Mana shu haqiqiy ilmiy ish bo'lar ekan. Zominiy baymi? Keyinchalik bu jurnalistika fakultetini bir talabalari uchun qo'llanmasi. Mavzu, masalan, keyinchalik doktorlik dissertatsiyasi yo'qlanar balki. Xudo xolasa hozir oliy o'quv yurtini oxirgi anaqa bakalavrni endi olyapman. 5-kursda o'qiyman, sirtqi ta'limda. Xudo xolasa 2-mutaxassislik qilib, albatta shu PR yo'nalishi bo'yicha xalqaro bir O'zbekistonda shunaqa o'qitadigan joy bo'lsa, yaxshilab bir mukammalroq ilmiy tarzda o'qib qo'yish niyatidaman. Hozir yo'nalishingiz qaysi? Hozir xalqaro moliya buxgalteriya. Qishloq xo'jaligi emasmidi? Veterinarsiz bo'larkan. Bu yerga nima, men kalaka qilishga chaqirdim. Ana nima deydi, yuvosh odamni sho'r qursin deydi-ku, yuvosh odamdan nima tepkilaydi-da. Sanjar aka, siz Jizzaxdansiz-ku, padishah turing desa. Rostdan ikkita Jizzaxli, ikkita Farg'onali bor bizda. Xudolar deysiz. Ayni mana shu mavzuga to'xtalish kerak. Akalar, 4 ta o'zbek o'tirsa, oxirgi gap siyosiylashib ketadi bizda.
bu yaxshi narsa. Bu juda ham yaxshi narsa. Ko'pchilik qo'rqadigan mavzu degan narsalar o'zi qo'rqinchli emas, oddiy mavzu. Mana hozir bitta ma'lumot ko'rdim. Ayni PR bo'yicha sizlarga mavzuning jiddiy qismiga o'tsak demoqchiman. O'zi mavzuyimiz o'ta jiddiy masala. Bularni ochib berishimiz kerak. Bu mavzu ko'pchilikga foydali bo'ladi deb o'ylaymiz menimcha. O'zi zotdan shuning uchun boshladik. PR degan so'zni o'zi mana bu yerda hozir boya ma'lumot qidirganda ko'rdim. Mutaxassis sifatida sizlar izohlab bersalar yaxshi bo'lardi. Demak, birinchi ishni deyapti 1906-yili Pensilvaniya shtatida Amerikada poyezd to'qnashuvi bo'lgan. To'qnashuvdan kompaniya bu ishni bosti qilmoqchi bo'lgan. Shu paytda Ivy Lee degan odam, Karsmi? yo'q, Kars emas ekan, balki zotida bo'lsa kerak. O'sha odam chiqib, yo'q, buni men ochiqchasiga aytaman deganda, jamoatchilik to'plab birinchi marta voqelikni aniq aytib bergan ekan. Ochiq nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi va mana shu voqeaga yozgan ekan. Qo'rqmasdan borganda jamoatchilik. Mana bu prinsipini qarang. Jamoatchilikka haqiqatni ayting, chunki ular baribir bilib olishadi. To'g'ri. Mana shu yondoshu bilan qaraydigan bo'lsak, o'zi hamma bilib yurgan masala, gapirib bo'lmaydigan masala deb qarashadi. Vaholanki hamma biladi. Ba'zilar qo'rqadi to'g'ri aytishga. Bizni bu podkastning o'zi maqsadimiz, boyaga aytganimizdek, hukumat bilan oddiy odamlar o'rtasidagi munosabatlardagi muammolarni to'g'ri yo'lga qo'ya olishni o'rgatishimiz mumkin. Ko'pchilikka aniq keyslarni aytadigan bo'lsak, voqeliklarni olishadi. Chunki 2016-yildan beri bu yo'g'iga gapirish mumkin bo'lgan har bitta podkast uchun mavzular to'lib yotibdi. PRni to'g'ri boshlab, noto'g'ri boshlab, kalaka bo'lgan qovun masalalari. Shunga o'zi bitta-bittadan aytsak, aslida qanaqa bo'lsa to'g'ri bo'lardi, nimaga bunaqa bo'ldi degan savollarga javob berib ketsak, menimcha. Albatta, o'sha hozir PR bilan reklamani bor, endi baribir anaqa farqi bor-ku. O'sha nuqtai nazardan, ya'ni bir yetkazib qo'yishimiz ham kerakki. Masalan, endi reklamada ko'pchilik PR bilan reklama bir deb o'ylaydi. Masalan, reklamada ehtiroslar bo'ladi. Bir kerak bo'lsa, ba'zi o'rinlarda masalan kompaniyalarni bor. Ayniqsa uyali kompaniyalarni reklamalarni ko'radigan bo'lsangiz, bir jozibador yozuv bo'ladi, kichkinagina haligi 8 tali nuqta qo'yilgan bo'ladi, keyin pastda kichkina qilib haligi qo'shimchasi yozilgan bo'ladi. O'sha joy eng muhim bo'ladi, lekin u tepaga chiqmaydi-da. Haligi masalan PR hasb ishlash emas, masalan PR bor narsani reklamada ham bir narsa sotish kerak. Sotish kerak. O'sha masalan matnda ham sotuv matni, masalan o'sha copywriting mavzusi, masalan copywriting sotuv matni yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin PR ning vazifasi hasb ishlash ham emas, sotish ham emas, boshqa ham emas. Ya'ni PR bor narsani ko'rsatib bera olish, boricha minbar berish va to'g'ri, masalan bitta narsa borda, o'sha jimjimadorroq ko'rsatilishi mumkin, bo'rttiribroq ko'rsatish mumkin, lekin borini ko'rsatish. Masalan, yo'q narsani o'sha siz aytgandagi yoki borni yo'qni bor qilib bo'lmaydi-da. Masalan, o'sha poyezd to'qnashuvi bo'lgandan keyin uni inkor qilish haligacha masalan bizda ba'zi bir hududlarda bo'lib turadi. Shunaqa holat bo'ldi desa, yo'q, unaqa narsa bo'lmagan deyishadi. Temur, daraxt kesilmadi-yu desiz, kesilganman-ku deysiz. Yo'q, aslida PR anaqasida, fanida bu narsalar ham PRning bitta instrumenti hisoblanadi. Yashirishmi? Inkor qilish bitta instrument, ignor qilish, ya'ni umuman munosabat bildirmaslik bu ham bitta PRning kuchli anaqa qurollaridan biri. Masalan, prezidentlarda bu narsa ko'p kuzatiladi. Yoqmaydigan savol bo'ladigan bo'lsa, shunchaki javob bermaydi. Jinniga solib o'tiradi. Lekin eng asosiy narsa bu, siz aytayotgan narsa, u voqelikni tan olish. Ha, shunday bo'lgan va biz buni to'g'rilaymiz deyish. Bu yana bitta yonda instrumenti. Mana shu Ivy Lee'ni instrumenti shu. Yo'q, poyezd to'qnashuvi sodir bo'ldi, haqiqatan ham, chunki hamma baribir biladi bu narsa. Bu boyagi instrumentlar, boyagi ikkitasi, bittasi inkor qilish, bittasi ignor qilish bo'ladigan bo'lsa, bular qisqa muddatlik davr uchun foydali bo'lishi mumkin. Lekin uzoq davrda foydali bo'lmaydi. Pandora qutisi babi ochiladi. Yana bitta narsa borki, yolg'on bir joyda turishi uchun keyingi yolg'onlarga ehtiyoj sezaveradi. Bora-bora baribir portlab ketadi. Yolg'onni oxiri kesik deydi-ku. Baribir chiqadi. O'shaning uchun uzoq muddatli. Kelinglar, mana shunga bitta misol tariqasida misol aytib ketaylik. Misol uchun hukumat biror idorasidami yoki kompaniyalardami yaqin o'rtada nimalar bo'ladi-ki, biz buni bekitdik-da yoki bo'lmasam kimdir ochiq tan olishlarida to'g'ri PR ketdi. Mana shu 2018-da Diana voqeasi borki, Kattaqo'rg'on tumanida demak majburiy mehnat ko'chaga chiqqan o'qituvchi. O'sha voqea birinchi sodir bo'lgan paytda tegishli mutasaddi tashkilotlar, ijro hokimiyat organlari hammasi bu narsani inkor qilib, bosti qilib yopishga harakat qildi.
lekin oxir oqibat bu o'sha jamoatchilikda yangi to'lqinlar keltirib chiqaravergandan keyin oxiri mavjud muammoni tan oldi va u tan olgandan keyin uni bartaraf etishga harakat boshlangan. Shu voqeani ozgina ochib beringlar, esdan chiqqan bo'lishi mumkin. Davlat rahbari Samarqandga tashrifi amalga oshirilishi kerak bo'lgan, borishi kerak bo'lgan. Unda o'qituvchilar majburiy ko'cha tozalash ishlariga jalb qilingan va katta trassada katta yuk mashinasi boyagi Diana degan o'qituvchini urib ketgan va u kishi vafot etgan. Shundan keyin juda jamoatchilikda keskin bahs, muhokamalar sodir juda bo'lgan. qattiq rezonans berib olgan. Juda katta muhokamalar bo'ldi va lekin nima deydi? Har ishda xayr bor deganda endi to'g'ri bitta odam o'tdi, Xudo rahmat qilsin. Lekin uni ortidan majburiy mehnatga qarshi kurash keskin boshlandi. Yuqori darajada boshlandi va o'qituvchilar endi hozirgi kunda ham uncha-muncha ko'zga tashlanib turibdi, lekin oldingidek ochiqcha majburiy tarzda o'qituvchilarni va boshqalarni majburiy mehnatga jalb qilish deyarli o'qituvchilarni men eshitganim faqat maktabni ichidagilari masalan kuzatilyapti. Lekin masalan ko'chaga olib chiqib haligi ommaviy kamayib yo'q. Yaqin kunlarda ham mana Farg'ona viloyatida shunga o'xshash holatlar bo'ldi. Ha, navbatchilik. Birinchi yo'q, unaqa emas deb inkor qilyapti, lekin yolg'onda umri qisqa fosh bo'lyapti. Ya'ni Farg'ona viloyatida bitta o'qituvchilarning Yangi yil arafasida kechqurun bilan 24 soatlik rejimda qo'yilgan, ya'ni navbatchilik qo'yilgan. Shu masalada ko'p bir o'qituvchi shunaqa bo'lyapti ovozi chiqarib yuborgan, buni inkor qilishdi, ya'ni yo'q, bunaqa voqea yo'q deydi. Keyin ishlagandan keyin ha bu narsa bo'ldi, biz aybdormiz deydi va direktorni ishdan olishdi adashmasam. Aslida bunaqa holatlarda, bunaqa keyslarda mana inqiroz vujudga kelgan paytda birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish voqeani tasdiqlash bo'lishi kerak-da. Va haqiqatan shunday voqea sodir bo'ldi, bizga xabar yetib keldi, chunki jamoatchilikka yetib bordi bu xabar. Internet zamoni. Bizga xabar yetib keldi, biz tegishli choralar ko'ryapmiz, izlanyapmiz, rasmiy munosabatni beramiz desa, birinchilardan bo'lib, har xil noto'g'ri tushunish, har xil yolg'on informatsiyalar, fake'lar, boshqa narsalarga hojat qolmaydi. Odamlar rasmiy bayonot kutadi keyin. O'rganadi kutishni. U qancha vaqt olishi muhim emas-da, o'sha boshida shunchaki haqiqatan ham bo'ldi, biz tayyorgarlik ko'ryapmiz, izlanyapmiz desa, vaqtdan yutadi. Mana shu yerda qancha vaqt davomida berish kerak bu ma'lumotni, ya'ni? U mana jamoatchilikka ma'lum bo'ldimi, darhol berish kerak. Masalan, bitta narsa bor-da, mana PR xizmatlarida ishlaydiganlar shunaqa iyerarxiya shakllangan-ku bizda. Eng yuqori joydan ruxsat olish degan narsa. Masalan, o'sha narsa bor. Dilvana hozir shuni siz aytgan Farg'ona viloyat xalq birinchi Buvayda tumani yozsa, uni Farg'ona viloyati tekshirib berishi kerak, keyin xalq ta'limi vazirligi tekshirib berishi kerak. Shu bitta matn nechtadir odamlar to'p bo'lib tepki bo'lib kelguncha, undan ko'ra o'sha matbuot xizmati rahbariga, matbuot kotiblariga shunaqa bir vakolat berilishi kerakki, mavhum bo'lsa ham birinchi o'rinda birlamchi informatsiyani berib, xalqdagi uni nima deydi, bosimni, shovqin-suronni bosib turish kerak. Haqiqatan shunday xabar yetib keldi, biz izlanyapmiz, tegishli choralar ko'ryapmiz. Aniq faktlar, aniq dalillar yoki tashkilotni o'zini nuqtai nazari yoki manfaatidan kelib chiqadigan javobni tayyorlashga qancha vaqt ketishini ahamiyati yo'q unchalik. Endi bu yer eng muhim bu uyat emas. Sanjar aka, endi qo'rquv bor-da, ko'pchilik matbuot xodimlarida, axborot xizmati vakillarida, axborot xizmatida faoliyat olib boradigan mas'ullarda ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi. Birdan nimadir bo'lib ketadi, qanaqadir bomba ishdan ketadi. Bitta voqeani aytaman, masalan, ko'pchiligimiz ko'rganmiz, bir shahzoda bo'ladi. Shahzoda qaysidir qizni yaxshi ko'rib qoladi-da, u shahzoda kasb o'rgansangina unga senga tegaman degan bir o'zbek kinosi bo'lardi. Shahzoda ko'zi yasaydi, kulolchilikni o'rganib ko'zi yasaydi, bozorga chiqarib olib borgandan keyin kulolchilar hammasi tepkilaydi-da, oxiri hamma tomoni ko'karib bir joyda inqillab o'tirsa, o'rtog'i keladi-da, do'sti kelib, "Ha bo'ldi, endi yig'lamang" deydi. "Sizni kulolchilar tan oldi, endi bemalol chiqib, pirlapkaga anaviga rastaga qo'yib, anavini ko'zang sotib ber" deydi-da. Shunga o'xshab xalq, odamlar baribir tan oladi. Haq gapni himoya qiladiganlar ham ko'p menimcha. Shuni qo'rqmasdan aytish kerak. Xudoy, yana bitta narsa bor. Mana bir hikoya, rivoyatga o'xshagan narsa bor. Yahudiylar bir joyda yig'ilib suhbat qilayotgan paytda ikkitasi bir-biri bilan urushib qoladi. Bittasi ikkinchisiga qarab, "Seni qizing buzuq, seni qizing to'ydan, nikohdan oldin homilador bo'lib qolgan" deb shunaqa gapiradi. Boyaga odam hech narsa deya olmay qoladi-da, chiqqandan keyin odam "To'xta" deydi, "Meni deydi qizim yo'q-ku" deydi. Boyagini borib yoqasidan ushlaydi-da, "Sen nega bunaqa deding" desa, "Endi bu gapni o'sha yerdagi hammaga aytishing kerak" deb kuladi-da ustidan. Ya'ni bu yerda bir latifaga o'xshagan narsa bor, lekin PRda bu asosiy qoidalardan bittasi shu-da. Birinchi kim
yolg'on informatsiyani tarqatadigan bo'lsa, PR xizmati keyin u yolg'onni yashirish uchun juda katta mablag' vaqt sarflashiga to'g'ri keladi. Isbotlab yolg'onligini isbotlash qancha ish. Yolg'onni katta resurs kerakda, yolg'on ushlab turaverish uchun. Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'liq vaziyat haligi Rossiyada bir bizni fuqaromizni bir odam haqoratlangan videosi chiqdi-ku, sen qulsan degan paytda, o'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdiki, murojaat qilsin u odam. Rasmiy murojaat qilsin. Deyishdida, keyin bu yerda jamoatchilik nazorati ortib ketgandan keyin adashmasam shu nota berildi, nimadir bo'ldi. Ya'ni ular ham amaliy harakatga o'tdi-da va o'sha joyda masalan bitta narsaki gohida mana bizga, sizga, atrofdagilarga bir xillar bor, g'alamislar deb bizga nom qo'yishadi-da, xuddiki biz g'alamislik norozi kayfiyatdagi fuqarolar xuddiki bir asosan xato kamchiliklar haqida yozadiganlar, lekin shunaqa odamlarning kerakligi mana shu holatda ham o'zini tasdig'ini topdi-da. Ya'ni qanaqadir ma'noda shu jamoatchilik nazorati bo'lsa, jamoatchilik o'sha nazorat o'sha qanaqadir darajada o'sha tashkilotlarga bir bosim o'tkazadigan bo'lsa, keyin ular ham bir amaliy harakati demak kuchayadi. Kelinglar, yana bitta narsani o'zi PR degan masala Kerakmi yo'qmi? o'qitilishi, misol uchun fan sifatida o'qitildi deyapmiz. Sizda o'qitilgan bir semestr PRda o'qiganman. 2006-yilga to'g'ri keladimi? Yo'q. 2008-yil, ya'ni PR degan so'z bo'yicha matbuotda o'qishda o'qitilgansizlar. O'zi bu so'z fanga qachon kirib keldi, instrumentlari kim tomonidan ishlab chiqilgan, qanday bo'lgan shu narsani ozgina bilib olaylik o'zimiz ham. Qayerdan o'qiymiz bu narsani? Qarang, o'zi PRni mana Ivy Lee dedingiz-ku, u o'sha PRni birinchi qadamini qo'yadigan bo'lsa, press release degan narsani ishlab chiqqan ekan. Ha, o'sha 1900-yillarda bu bir amaliy anaqa harakat sifatida boshlangan. Endi buni masalan ilmiy jihatini bilmayman, lekin men bitta narsani bilaman. Mana men o'qigan Kastamonu universitetida deylik 150-200 kishi mana shu PR ga bakalavriatga qabul qilinadi-da. Endi Turkiya bo'yicha agar 100 ta universitet bor deydigan bo'lsak, 100 ta universitetda 200 tadan talaba bakalavriatda o'qiydigan bo'lsa, 2000 ta bo'ladimi? 2000 ta odam bakalavriatda o'qiyapti, PR yo'nalishida. Endi magistraturaga 15 tadan qabul qilgan taqdirda deylik 150 ta odam magistraturaga kirib ilmiy izlanishlar olib boryapti. Hozir bunda masalan Turkiya o'sha PR sohasi bo'yicha dunyoda eng yetakchi davlatlardan bittasi. Buni tan olish kerak. Turk propagandasi, Turk PR'ini ta'sirida hozir deyarli butun dunyo ta'sirini sezyapti-da. Ayni shunday. Kino bilan boryapti deng. Serial, kino ko'rinishida yoki masalan Erdo'g'on haqida gapiradigan bo'lsa, juda kuchli PRning natijasi. Ayni shu bitta video ko'rib qoldim shu gapingizga. Hindistonga turklar bor edi, bitta hind qizi chiqib turkcha gapirib yubordi-da. Hayron qolsan, qayerdan o'rgangansan dedi, muhtasham 100 yildan deyapti. Uni kechagi Maduro Amerika Trump o'g'irlab ketdi-ku, Maduroni, mana Venesuela prezidentini. O'sha prezident ham muhtasham 100 yillik deganingiz ko'rgan ekan, o'sha gapirib chiqdi o'sha prezident. Demak, bu o'zini davlat sifatida g'oyalarini kino orqali bo'lsa ham boyagi PR qilib o'sha yetkazmoqchida, qarang, ta'sirini Biz beryapti. mana o'sha PR sohasida o'qigan paytimizda masalan bizda PR deganda odatda matbuot xizmati tushunadi-da. Matbuot xizmati press konferensiyalar o'tkazishi, brifinglar o'tkazishi, lekin bu haqda bizga hech narsa o'rgatilmagan-da. Matbuot anjumani qanday o'tkazish kerak yoki brifing qanday o'tkazish kerak? Yo'q, PRning o'zini qonunlari bor, qonuniyatlar bor. Agar uni ilmiy nuqtai nazardan o'rganadigan bo'lsa, juda kuchli ta'sir kuchiga, juda katta natijalarga ega bo'lishi mumkin-da. Masalan, deylik sistema nazariyasi. Sistema nazariyasi nima? Yoki deylik House nazariyasi deydi. O'shalar House nazariyasini o'rganganmiz va boshqa haligi durumsallik yaqlashimi deydi, vaziyat nazariyasi degan narsalar. U nazariyalar o'rganganingizdan keyin qanaqa vaziyatda qanaqa harakat qilish kerakligini o'z-o'zidan o'rganasiz. Masalan, bitta men u yoqda Turkiyada o'qiyotgan paytim kursdoshim bilan gaplashib qoldim. Endi men kechroq magistraturada o'qidim. U kursdoshim o'sha paytda PR dan dars berayotgan ekan. Telegramda gaplashyapmiz. Nimani o'rgatyapsiz ham hali yilda boshi fanning predmeti, maqsadlarni o'rgatyapman dedi, dars beryapti-da. Siz nima o'rganyapsiz? Men aytdim, suyuq jismlar, qattiq jismlar, gazlarning fizik xususiyatlarini o'rganyapmiz desak, uni PR ga nima aloqasi bor deyapti-da. Siz qayerda o'qiyapsiz shu payt? Kastamonuda o'qiyapman. Bizga moddalarning fizik xususiyatlarini o'rgatyapti. Keyin fizik xususiyatdan keyin anaqaga o'tyapti, qissadan qissaga o'tyapti-da. Nima deyapti? Har bitta auditoriya deyapti, moddalarning fizik xususiyatini o'zida mujassamlashtiradi deyapti. Suyuqlikka o'xshab oquvchan auditoriyalar bor, toshga o'xshagan qattiq auditoriyalar bor, gazga o'xshagan tarqoq sochiluvchan auditoriyalar bor.
ular bilan ishlash uchun deyapti, aynan o'sha moddalar bilan qanday ishlasang o'shanda ishlashing kerak deydi. Gazni deydi sen bir yopiq joyda ishlaysan deydi. Suyuqlikni qozonga o'xshagan idishda ushlab turasan deydi. Yoki qattiq narsani yumshatishing kerak. Undan keyingi etapda, keyingi bosqichda aynan masalan qattiq auditoriyani qanday yumshatish mumkin? Masalan, bitta anaqasini aytyapti. Bir-biriga zanjir bilan bog'laydigan bo'lsa, endi qattiq auditoriya desa, deylik reklama. Keling, shu qattiq auditoriya deganda hozir u juda ham yana qo'yib ketyapti. Qattiq auditoriyaga bo'lgan voqea, o'zimizdagi bitta voqeani aytaylik, shuni misol qilib keltirib beraylik. Endi qattiq auditoriya bu hech narsani qabul qilmaydigan, tushunmaydigan auditoriya. Kim shu? Qaysi konservativ. Endi konservativ bitta oddiy aholi bo'lishi mumkin. Yo'q, kelinglar, bitta aniq kes aytaylik. Mana bunaqa ishlar bo'lgan, mana shunaqa qilsak to'g'ri bo'lardi. Mana shu qattiqga misol bo'ladi deb aytaylik. Tushunarliroq bo'ladi shunda. Facebookda juda ham ko'p. Misol ayting siz. Bitta yaqinda Abdusamad aka o'zingiz ham guvohsiz, bir katta bir tashkilotni axborot xizmati rahbari akamiz aytyapti. Biz haqiqatan xalqqa manzur bo'ladigan ishlarni qilyapmiz. O'sha o'zimiz funksiyamizni bajarib, xush xabarlar haqida haqiqatan o'zimiz xursand bo'lib, xalqqa manfaatli bo'ladi. Mana deb xush xabarni beryapmiz deydi. Odamlar bizga nima foyda? Bu palon davlatga foyda bo'ldi. Menga desa portlab ketmaydimi? Unaqa bunaqa deb negativ fikrlar bilan gaz sohasida. Ha, gaz sohasida. Umuman bizga qiziq emas deb umuman deydi, nima deydi, norozi kayfiyatda deydi-da. Men bular bilan hammasiga tushuntirib komment yozsam ham foydasi yo'q o'zi deydi. Boy Sanjar akani aytgan. Yondashuv noto'g'ri-da. Yo'q, bu yerda komment bilan javob qaytarilmaydi-da. Yondashuv noto'g'ri. Bunday. O'sha boyagi qattiq deganiga bitta misol deyman-da, masalan, jamoatchilikda boyagi yoki ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan odamlar fikri o'zgarmasdan qattiq turishi boyagi misol menimcha deyman. Chunki endi o'sha ba'zi bir odamlarning unaqa fikrlashiga asos bo'ladigan bir voqealar ham bo'lgan baribir. O'zidan o'zi u narsa shakllanib qolmadi. Masalan, o'sha paytda unga tushuntirishlar berildi, boshqa berildi, lekin masalan men o'zim shaxsiy fikrimni aytaman, tushuntirish bir juda ham kattaroq miqyosda bo'lishi kerak edi va bosqichma-bosqich bo'lishi kerak edi. Haligi jurnalistlarni bitta yig'ib, matbuot anjumani o'tkazib, jurnalistlarga nimalarni tushuntirib berish bilan u masalan juda katta bir rezonans olib kelgan. Bizda hali PR bo'yicha yondashuv noto'g'ri ko'p joyda. Ha, o'sha qattiqqa misol aytsak, ya'ni misol ayting biroq. Aka, qarangda, qattiq mana xuddi mana Xudoybek aytgan narsa auditoriyada u qabul qilmaydi. U auditoriya. Masalan, siz berasiz, mana nimanidir berasiz, nimanidir taqdim qilasiz. U odam konservativ odam, masalan, u shunaqa bir toifa odamlar bo'ladi, konservativ odam. Nima yozilishidan qat'iy nazar baribir uchunki bir anaqa bor, norozilik bor va men shunaqa bir odamlarni bilamanki, uni oldida qanaqa fikr aytilishidan qat'iy nazar u odam shunaqa o'ylaydiki, men o'zimni aqlliligimni ko'rsatishim uchun mana shu fikrga qarshi fikr aytishim shart, har qanaqa gapga qo'shilmasligim kerak degan prinsip shunaqa. Prinsipdagi odamlar bo'ladi-da. Shularga qanday yondash kerak? Qanaqadir yig'ilib ular auditoriya bo'ladi, ular bir joyda o'tirmaydi tabiiyki. Masalan, lekin siz bitta post qo'yganingizda o'sha haligi kommentariyalardan o'sha narsadan siz bilib olasiz, o'shani ajratib olasiz. Menda ayting, bitta yondashuvning bitta turi, masalan, unaqa auditoriya davlat tashkilotini o'ziga dushman, raqib deb ko'radi. Xo'p. Raqibning gapini hech qanaqasiga qabul qilmaydi. Bunaqa paytda uni yoniga o'tish kerak tashkilot. Ha, yashang. Yondashuvni yoniga o'tish ko'raylik. kerakda, rostdan ham shunday. Benzin narxlari juda oshib ketdi. Benzinning sifati ham tushib ketgan. Mana odam benzinni yomonlayapti masalan. Birga g'iybat qilasiz Birga deydi. o'tirib yig'lash kerakda birga. Ustini shirin. Ha, Psixologlik qilish kerak ha, endi. psixolog qilib Nimasini aytasiz deb. Qarang, bizni O'zbekistonda bitta tashkilotni bilaman, PR yo'nalishida O'zbekistonda nomer 1 deb hisoblardim-da men uni. U tashkilot ha? Birinchi raqam. Birinchi raqamli deb hisoblardim. U tashkilot hozir bormi yo'qmi bilmayman, Avtotest. Avtotest u xususiy tashkilot. Xususiy tashkilot. Davlat tashkiloti. PR yo'nalishida birinchi raqamli deb hisoblardim. Qarang. Bir marta esingizda bo'lsa, Avtotest endi tashkil topgan paytda mashinalarga Avtotest yozuvlarini yozib yurganda bitta haydovchisi, ustozi noto'g'ri joydan qayrildi. Orqaga qayrildi, Navoiy ko'chasida. Uni rasmga olishdida shov-shuv qilishdi. Mana ustozni o'zi xato qilyapti, Avtotest xato qilyapti deb odamlar ustidan kuldi, tanqid qildi, hamma gap gapirildi. Sababi u paytda Avtotestda imiji salbiy shakllanyapti. Avtotest o'sha paytda darrov nima qildi? Xalq tomoniga o'tdi. Bu dedi, ustoz haqiqatan ham xato qildi, biz buni jazolaymiz dedi-da, jarimaga tortdi. Vaholanki u paytda O'zbekistonda hali foto, audio, anaqa video materiallar asosida jarimaga solish tizimi yo'q edi.
Endi undan ham zo'ri bor. Ha. Undan zo'ri Oqtepada bo'lgan. Oqtepa Oqtepa lavashlar. lavashda eng zo'ri bo'lgan. Haqiqatda ko'radigan bo'lsak, voqelikda o'sha Oqtepa kurugidagi o'sha aylanma joyidagi filialida tarakan chiqdi deb bittasi aytib chiqqan, suvarak chiqdi o'zi deb. PR anaqa bo'lganmi u? Yo'q, realniy bo'lgan Inqiroz voqea. vujudga kelgan rostdan ham. Bo'lgandan keyin bo'lgan. ular shundoq chiqib, Tashkil qilingan deb eshitganman-da. yo'q, juda tashkillab bo'ladigan holat bo'lmagan u payt. Unchalik rivojlanmagan. Tezlik bilan bartaraf qilishdi va butun binoni qilib, ertasi 2 kun ichida chiqib, mana shunaqasiga hammasi uzr so'ragan. Yaponchasiga? Obro'lari juda ham oshib ketgan. Juda ham oshib ketgan. Mana shu yerda mana qo'rquv degan narsa bor-ku, agar biz haqiqatni tan olsak, muammo ko'payib ketadi degan fikr eng noto'g'ri fikrda. Endi siz aytgan Avtotestni o'zi PR ustalarini tashkiloti o'zi o'sha paytda kechirasiz. Suvarak masalasida Suvarak. ko'p qavatli uylarni, masalan, birinchi qavatida joylashgan ovqatlanish joylari, restoran, kafelarda bitta holat borki, agar mana restoran doimiy ravishda dezinfeksiya qilib turgan bo'lsa ham, agar qo'shnilar, tepadagi qo'shni kimdir dezinfeksiya qilsa, suvaraklar joy qidiradi-da. Shuning uchun ham aslida endi bundan keyin juda ko'pchilik hisobga olish boshladi. Ya'ni o'sha Oqtepa lavash bilan bog'liq holat boshqalarga ham dars bo'ldiki, masalan, ular ham dezinfeksiya qiladigan bo'lsa, keyin o'sha butunlay to'liq o'sha ko'p qavatli uy hamma joyini qilsa, o'zi uchun foydali bo'ladi ham. O'sha tajriba asosida ko'p tashkilotlar o'zini PR ham qildi, o'zini xavfga qo'yibdi. Xabarim bor. Boyagi o'sha qora PR qora PR qilgan. Kelinglar, mana o'z gapingiz PR degani bu reklama emas deb boshladik. Bu marketingning bitta instrumenti deb qarasak bo'ladi, shunda to'g'rimi? Demak, PR bu jamoatchilik fikriga ta'sir etuvchi bir loyiha deb qarasak bo'ladi. Jamoatchilik fikrini o'zgartiradigan kattaroq bir instrumentlardan tashkil topgan bir yo'nalishda endi bu. Shunaqa deb olamizmi? Endi sizlarga yana bir ba'zi o'rinlarda zo'r mana savol sizlarga aniq bitta misol aytaylik. Misol uchun bizni hokimlarimiz ichida mana shu bilan ishlash 16-yildan keyin 16-yilgacha matbuotga chiqish taqiqlangan payt edi. Misol uchun yangi davr yangi O'zbekiston boshlangandan keyin ochiqlik boshlandi. Bo'lmasa 18-yilda boyagi o'qituvchi masalasida kim gapirsa, agar 15-yil bo'lganda hammani qamash mumkin edi. Juda anaqa bo'lgan. Mana 18-yili o'sha voqeani hamma chiqib Facebookda gapirishni boshladi. Qovun-qovundan rang oladi degani hamma bir-biriga tarqab ketdi boyagi gap. Keyin o'sha Diana voqeasini olsangiz va hukumat munosabat bildirishga majbur bo'ldi va bildirdi. Ya'ni o'zi xohlagani uchun qildi. Endi viloyat hokimlariga juda ham ko'p o'sha payt tazyiq bo'lgan, bilasizlar. Hamma voqea ochilgan, chiqqan. Ayniqsa Farg'ona viloyat hokimi masalasi doim to'pda turardi. Andijon viloyat hokimi to'pda turadi, hozir ham to'pda bo'lsalar kerak. Bundan tashqari bosh vazir o'rinbosari darajasidagi insonni jamoatchilik fikri bilan ishlab tashlashgan. Zoir aka misol uchun hokimlar ichida tanqidni yaxshi ko'taradigan, eng yomon holatdagi anaqalarni o'tib bosh vazir darajasidan bir tumanni hokimi darajasiga tushgan odam juda og'ir. Lekin Zoir aka nima plyus tomoni bilasizmi? Zoir aka boyagidek tikka boraveradi, xalq bilan boraveradi. Men sizlarning xizmat qilaman, mana kamchiligim ham bor, boshqam bor deb xalq ham baribir oxiri mana hozir kimni bilasan hokimlar deb Zoir Mirzayevni aytadi. Ko'pchilik taniydi. Boyagidek oxirisi yana kulolchilar nima tan oldi deydi-ku Shahzodani. Shunga o'xshab Zoir akani ham baribir xalqqa tikka boraversa baribir bir kun tan olar. Mana shu Zoir akani keysini ham bir anaqa qilsa bo'ladi, bemalol o'rgansa va bundan xulosa chiqarsa o'zi zo'r bo'ladi. Lekin baribir insonning shaxsiyati bilan bog'liq muammolarda bu PR menejer to'g'ri ishlasa, ya'ni matbuot kotibi balki PR menejer deb olamiz bu yog'iga. To'g'ri ishlasa, viloyat hokimini har qanaqangi xunuk holatdan ham plyusga olib ketishi mumkin. Aka bitta qo'shimcha bor lekin bu yerda. Ayting. PR menejer to'g'ri ishlasa, to'g'ri maslahat bersa ham, agar birinchi rahbar buni qabul qilmasa, uni foydasi yo'q. Qabul qilganda-da, ya'ni. Qabul qilish kerak birinchi. Qilmaydigani bor-da. Shunda-da. Bu masalan berilgan maslahatni to'g'ri qabul qilib, unga aytganlariga rioya qilsa, o'zini obro'si, nufuzi yana ham ortib boraveradi. Ya'ni xalq uni yomon ko'rmaydi. Zoir Mirzayevni haqiqatan o'sha axborot krizis deydimi, nima deydi? O'sha inqiroz paytidan olib chiqqan odamlardan biri deb mana Bekzod aka qabul aytgan bo'ladi. Toshkent viloyat hokimi haqiqatan qanaqa Toshkent viloyat hokimi matbuot kotibimi? Toshkent viloyat hokimi matbuot kotibi. Lekin qanaqa imkoniyat bo'lsa hammasidan foydalanib Zoir akani hozir trendga chiqargan odamlardan bittasi shu. Hozir mana siz bitta narsani aytdingiz-ku, PR haqida gapirganda jamoatchilik fikrini o'zgartira olish. Shu o'zi aslidachi
birinchi shakllantirish kerakda. Ya'ni ko'pchilik o'zgartirish bilan shug'ullanadi. O'zgartirish o'zi hali oqibatlar bilan kurashishda. Aslida PR jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni axborot kiritishda ishlaydi-da bu. Doimiy ravishda bu masalan bir kompaniya bor-ku, endi qo'pol aytganda botqoqqa botib qolgandan keyin uni botqoqdan tortib olish bor albatta. Lekin u shunaqa barqaror ketish kerakki, masalan, sal toygan joyda bilan ko'tarib qo'yish osonroqda. Lekin bitta narsa bor, mana o'sha kimdir himoya qilish masalasi bor. Botqoqdagi odamni tortib olar ekansiz, sizni ham hamma joyingiz loyiq bo'ladi-da. Ya'ni himoya qiluvchilar ham masalan u joyda ancha-muncha narsani o'rtaga tikadi. Temur, PRni o'shaning uchun ham shaytonning advokatligi deyishadi. Yo'q. Ya'ni o'sha bu ilmda nazariyada bor narsa-da. Ya'ni PR shunaqa narsaki, hattoki shaytonni ham deydi oqlab ko'rsatishi mumkin. Ya'ni u siz bunaqa holatda siz shayton sherigi bo'lishingiz mumkin, Xudo ko'rsatmasin. Endi bu misol qilib keltirilyapti. Ramziy ma'noda. Lekin qadriyatga qaraladida. U endi muhim narsa, lekin har qanday holatda ham qora oqni qora qilib berilmaydi baribir. Birga advokatning vazifasi uni o'sha tashkilotning advokatligida. Advokat degani o'zi ma'lumda bitta odam kimnidir o'ldirib qo'ygan, haqiqatda qasddan o'ldirgan jinoyatchi bo'lsa ham advokat himoya qilishga majburda. Ayg'oqchilar ko'pligi degan kino. Juda ajoyib. Ko'rdingiz-da, Tom Hanks o'ynagan. Xullas, ko'rmadingizmi? Yo'q. Eski kino. Sobiq SSSR bilan Amerika o'rtasidagi o'sha paytdagi ayg'oqchilarni almashish masalasi bo'lib qoladi. Endi Tom Hanks aktyor advokat bo'ladi va o'sha amerikalik Sovet ittifoqi foydasiga ishlaydigan odamni, ayg'oqchini advokati bo'lib qoladi. Endi u odamni shu uyga hujumla qilishadi. Haligi limonka deymiz, shunaqa narsalar, portlovchi narsalar otib, ya'ni san bizning davlatimizga qilgan davlatimizga xiyonat qilgan odamni himoya qilyapsan degan da'vo bo'ladi odam. Lekin bir narsa borki, rostdan tushunish kerak, huquqda har qanday odamning himoya huquqi bor. Shunday. Har qanaqa odam himoya huquqiga ega. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima ish qilib, endi qo'pol qilib nechta odamni o'ldirgan bo'lsa ham, masalan, o'sha hozir bir bitta anaqa norvegiyalikmi bir jinni bor edi. Breivik tarixda qolish uchun odam o'ldirdi. 70 ta odam o'ldirgan. O'shani ham advokati bo'lganda, uni ham advokati bo'ladi-da. Ya'ni shayton advokat deganlar o'sha mamnaqa qo'shtirnoq ichida albatta. Bugungi kunda haqiqatan PR kerakmi o'zi aslida va sun'iy tarzda masalan qaysidir to'dalar boshqa to'dalarga nisbatan axborot maydoniga ega bo'lib turib, ularni obro'sizlantirish holatlari ham uchrayapti-da, Sanjar aka. Masalan, ko'p guvoh bo'lyapmiz. Bu yerda oddiy masalan ijtimoiy tarmoqda bunaqa narsalardan ko'p xabar yo'q odamlar, haqiqatan shunaqa ekanda, o'zlari kazzob, o'zlari muttaham ekanda degan ko'pchilik buni qurboni bo'lib qolyapti. O'zlarini oqlashga ularda imkoniyat yo'q-da ko'p tashkilotlarda. Haqiqatan o'zlari unaqa muammosi yo'q, o'zlarida ayb yo'q, lekin axborotga, kuchli axborot ta'siriga ega to'dalarning ta'sirida boyagilar qurbon bo'lyapti-da. O'sha jarayon haqida gapirsak, mana PRda inqiroz bu imkoniyat deb qaraladi. Har qanday inqiroz, mana hozirgi holatda ham ular mayli ming kuchli bo'lsa, nima bo'lgan taqdirda ham PRchi uchun, PR menejer uchun bu imkoniyat. Ya'ni inqirozni imkoniyatga aylantirish degan narsa bor. Bu endi agar boyaga aytilgandek professional ishga yondashadigan bo'lsa, kerak bo'lsa nazariy anaqalarni amaliy tajribalarga asoslanib, bu nima deydi? Hamma narsa aniq. Allaqachon ilm bu narsalar o'rganib bo'lgan. Qanaqa holatda, qanaqa munosabatda bo'lish kerak, nima qilish kerak. Hozir buni ustiga sun'iy intellekt rivojlangan davrda bu narsalar topish muammo bo'lmay qoldi. Bu narsalarga erishish muammo bo'lmay qoldi. Faqat to'g'ri qaror qabul qilish, to'g'ri narsa qadam bosish kerak-da. Mana shu ayni har bitta podkastimizda bittadan mavzuni ko'tarib chiqsak, ya'ni hozir umumiy yondashuv bu yo'q. PRning instrumentlaridan yondashsak. Misol uchun men aytgan bo'lardim. Kelinglar keyingi songa izohlar orqali manipulyatsiya qilishga o'tsak deb aytaman-da. Chunki izohlar bilan ishlash bor. Trolling alohida, trollingning yo'llari-ku shu ayni izohlar masalasi. Ismi noma'lum bo'lgan troll. Misol uchun men bitta kirsam, bitta joyda kommentlarda, izohlarda yozilgan bir 5 ta odam bitta yo'nalishda izoh yozgan bo'lsa, 6-odam avtomatik o'shalarga moyil bo'lib yozadi-da. Yoki qaraydi, hammani fikri shu ekan, men teskari gapirib nima qilaman deydi, ba'zan gapira olmay qoladi. Mana shu izoh qismlarini ham boshqaruv bilan ham ishlashni bir trolling deydimi, nima desa ham ishlab ko'rish kerak. Shuni ham
bir mavzu qilib ko'tarsak keyingi mavzularga yoki bo'lmasam bo'ladi. aynan Troll. yoki bo'lmasam ayni mana shu bugungi kunda PR bilan shug'ullanishda Facebookda roli nima, YouTube'da roli qanaqa, Instagram har bitta tarmoq bo'yicha alohida yo'nalishda olish kerak, sababi har bitta tarmoqda o'zini auditoriyasi bor. Auditoriya har xil. O'zbekistonda misol uchun Instagram dunyo bo'yicha o'zini yo'nalishiga kelsa, Facebook butunlay boshqa. Twitter, X butunlay boshqacha effekt beradi Hozir odatda. Facebookga bitta narsasini aytib ketish kerak. Facebookdagi hozirgi mana mavjud odamlar shunaqa gap borki, Facebook avlod qirilib ketadi deyshadi. Ya'ni yoshlar kirmayapti. Ya'ni yoshlar uchun bu haligi zerikarli joy. Facebook ular uchun haligi bir Fikrlab o'tirish, fikr bildirish boshqa qiziq emas. Hozirgilar uchun, lekin baribir ayni paytda o'sha jamoatchilikni masalan fikrini shakllanishida jamoatchilikning bir o'zi munosabatlari boshqa tomonlarida qaraydigan bo'lsak, baribir Facebookning o'rni yuqori. Dunyo bo'yicha ham Facebookda 2 milliard 800 million foydalanuvchi, Instagramda 2 milliard. Instagramdan Facebook 800 millionta ko'p. Facebook keyingi mavzuni boshlavordik shekilli. Yo'q, shu mavzularda bitta-bittadan yondashsak, har bitta mavzuga kelib borsak va imkon bo'lsa yana bir mavzu qo'ysak, misol uchun kelinglar har bitta gaplashib, misol uchun viloyat hokimliklari matbuot kotiblari qanaqa ishlasa to'g'ri bo'lar. Yoki bo'lmasam vazirlik miqyosidagi matbuot kotibi bitta ma'lumot olsaydi, ishlasa qanaqa bo'lardi va bitta vazirlik misolida ochib bera olsak ham balki. Monitoring qilib. Aynan monitoring qilib, o'zi qanaqa ketyapti. Menda monitoringni ko'p tashkilotlar monitoring qilib ko'rdim oxirgi 3 oy 1 yilligini. U yerga qo'yilayotgan ma'lumotlar xato berilyapti. Aholi bilan ishlash niyat yo'q. Bormi bor, qo'ydingmi qo'yding. O'ta rasmiy, hech kim o'qimaydi. Ba'zi izoh ko'rsangiz, ikkita odam ko'rgan. 20 mingta, 30 mingta yoki 15 mingta a'zosi bo'lgan davlat tashkilotini postida 2 dona yoqtirma bor, like bor. 2 dona like. O'sha post bittasi o'sha post qo'ygan odam deng. O'zi ham qo'ymagan. Men ko'rdim, o'zi qo'ymagan like'ni. Boshqa odam qo'ygan. Ana aytmoqchi bo'lganim, o'zi qanaqa ishlash to'g'ri-yu? Nimaga maqsad nima o'zi bunaqa ishlashdan? Balki juda ham katta pul sarflab turib, noto'g'ri ishlagandan to'g'ri ishlash yo'lini qilish kerakdir. Siz bu yoqda rosa harakat qilib, milliard shartnoma qilib, bir narsa qilib, oyga matbuot kotibi 20 million oylik oladi deylik. Nimadir qilyapti-da, lekin bitta odam chiqib, telefonni ko'tarib, mana muammo desa, uni qilgan shuncha ishini bosib ketadi. Shuncha qilganin deng. Nimaga buni kurashga olinadi? Shu masalalar. O'sha boyaga gapirdik-ku, jamoatchilik fikrini o'zgartirgandan ko'ra shakllantirib borish to'g'riroq va o'sha botqoqqa yiqilgandan ko'ra yiqilmaslik choralarini ko'rish uchun masalan PRni unsurlaridan proaktiv PR deyiladi. Qanaqa foydalanish kerak degan narsani biz balki keyingi sonda masalan shu haqida gaplashsak. Men bo'lmasa keyingi songa bitta muammo yo'q. Men xohlagan bir tashkilotda aytsanglar, kelishib olsak, men uni to'liq ijtimoiy tarmoqni ko'rib o'rganib chiqaman va shuni qo'yamiz, shuni muhokama qilamiz. O'zi nimaga bu yoqqa bunaqa ma'lumot qo'ydi, ko'rsatamiz. Ma'lumotning umuman effekti yo'q va bu nimaga erishmoqchi o'zi? Nimaga bunaqa ishlayapti? Men bemalol o'rgana olaman. Bunga juda ham murakkab narsa emas. O'rganib chiqsak-da, shuni muhokama qilsak, tashkilotlar kesimida. Unda dushman ko'payib ketmaydi. Yo'q, dushmanlik emas. Bu yerda biz ularga maslahat beramiz. Mavjud muammoni ko'rsatib, mana deb. Yo'q, muammo nimada desangiz, Endi ba'zilarga o'zini muammosini aytish ham yoqmaydi-da. Yo'q, mana o'shaning uchun biz qanaqa ishlashni o'rgatamiz. Misol uchun, viloyat hokimi bor, matbuot kotibi yaxshi ishlayapti deb o'ylaydi, aslida u ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Demak, matbuot kotibini o'zgartirar. U butun boshli viloyatda negativ yo'q emas bor, lekin qancha pozitiv ishlar bor u yerda. Nimaga ko'rsatib bera olmaydi? Vazirlik miqyosida mana boyaga aytgan misolingizni aytsa, O'zbek neft gaz degan tashkilotni o'sha bitta joyda katta gaz koni chiqdi. Gaz konini olib bu yoq aytayapti-da, mana gaz chiqdi O'zbekistonda. Juda ham chuqur gaz. Juda katta ekan bu. Hajmi katta gaz sotib qolamiz. O'zbekistonda hamma chiqayotgan gazni olganda o'shandan 2 barobar ko'p. Misol uchun ma'lumot beryapti. Odamlar tayyor kirib olib nima yozadi? Butunlay boshqa narsani yozyapti-da. Bu narsa noto'g'ri, demak, yondashuvda o'zgartirish kerak. Bular aytgandek, toshga toshdek, gulga guldek munosabat deganda, ya'ni toshga gul bermaysiz-ku. Ko'pchilik yaxshi biladi, ko'pchilik eshitgan. Bu mazmunni saqlagan holda chiroyli shaklda taqdim qilish degan narsa bor-da. Buni eng klassik namunalardan biri shu bir podshoh tush ko'radi. Ta'birchini chaqiradi, shu tushimda osmonda uchib ketayotgan ekanman, shu qanotlarim qirqilibdi, yiqilib tushibman. Ta'birni esa
bolalaringiz o'lar ekan, siz o'zingiz qolib ketar ekansiz deydi. Siz jallod deydi, topshirib yuboradi. Keyingisini chaqiradi, ta'birsin. Shuni ta'birni desa, podshohim siz farzandlaringizdan ham uzoq umr ko'rar ekansiz desa, bunga mukofot ber deydi. Yondashuv Bitta narsa, lekin yetkazib berish. yondashuv, masalan, hozir bizda o'sha shaklda muammo uchrayapti-da, masalan, o'sha matbuot xizmatlarining bayonotlari deysizmi, boya mana Sanjar aka aytgandagi bayonotlar berish, boshqa ma'lumot yetkazish masalasidagi eng katta muammo bizda shaklda o'shani taqdim qilish instrumentida bo'lib qoladi. O'zi haqiqatdan ko'pchilik axborot xizmati, matbuot xizmatiga qaraydigan bo'lsak, bir xil rasmiy bo'ladi-da. O'zi ular rasmiy shunaqa bir yozishga majburmi yoki oddiy xalqchil qilib yozsa ham bo'ladimi o'sha narsa? Men o'sha savol qiynaydi men. Ha, rasmiy yozish degani. Xo'p, rasmiy yozaversin. Rasmiy yozsin, bo'lishi mumkin. Yo'q, o'zi aslida Sanjar aka, chunki nomi ham rasmiy bayonot bo'ladi-da. Ko'p joyda masalan tashkilot nomidan bo'lgandan keyin rasmiy bayonot jiddiy qabul qilinmay qoladi. Lekin masalan men hozircha ba'zi bir tashkilotlarning matbuot xizmati masalasida shu bitta o'rganish qilishimiz kerakda. Masalan, men jurnalistlik faoliyatim davomida o'zim shu duch kelgan bitta narsani aytmoqchimanki, hozir Telegram kanal birlamchi o'ringa chiqib qolyapti-da, hokimliklar uchun, ba'zi bir tashkilotlar uchun va o'zini o'sha rasmiy saytiga yetarlicha e'tibor qaratmayapti. Bitta xabar tayyorlandi, masalan. O'sha Telegram kanaliga qo'yilgan xabarni saytga qo'yish uchun bir 5 daqiqadan ko'p vaqt ketmaydi. Lekin bir narsani hisobga olish kerak. Masalan, Telegramni serveri bizda emas. Masalan, Telegram xohlagan paytda, masalan, biz yo'q bo'lib qolishi mumkin bo'lgan bir messenjer. Va bunaqa voqealar ko'p bo'ldi. Va WhatsApp bilan bog'liq shunaqa narsa bo'lgan bizda. O'sha WhatsApp bir paytlar qanaqadir bloklangan paytda odamlar yoppasiga Telegramga o'tib ketgan va shu WhatsApp shu bo'yicha bizdagi faolligi tushib ketdi. Shuning uchun ham matbuot xizmatidagilar shu Telegramga qattiq yopishmasdan bitta tayyorlagan xabarni hamma tarmoqlarga qo'yib chiqish uchun juda ko'p ketsa 20 daqiqa ketishi mumkin. Bunichi bitta platformaga qo'yib, bitta bosganda hammasiga tarqalgan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Oddiy narsa bu, juda. Oyiga bor yo'g'i $40 pul to'lansa, hozir shu botlar bor, shunaqa bot bor. Bitta bosasiz, bitta ma'lumotni 5 xolos 10 ta joyga chiqarib beradi. O'zi juda elementar narsalar. Xulosa o'rnida bir gaplashamizmi? Hozir qanday bo'ldi? PR o'zi haqiqatan keraklimi, foydasizmi, foydalimi? Biz ham birinchi sonimizda xato bo'lgandir, kamchilik bo'lgandir, uchun avvalo uzr so'raymiz. Izohlarda yozib qoldirsanglar, to'g'rilashga harakat qilamiz. Shu bilan Kengash podkastining birinchi sonini yakunlaymiz. Komandir patxa qiling deydi-ku. Hammaga rahmat. Keyingi sonlarda uchrashguncha salomat bo'linglar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. rahmat, sog' bo'ling.